Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana Niderlandiyaga keldik. Mana Niderlandiyani dengiz ustidan o'tyapmiz mana. Bunaqa ko'priklari bor ekan. Ajoyib joylar. Katta port ekan bu yer mana. Niderlandiyada. Rotterdamdan o'rli. Zamena pritsep qildi. Hozir 49 km 50 km Belgiyaga kiramizda. Tushiramiz yukni. Belgiyaga qarab yo'l oldik mana. Niderlandiya. Mana yo'llar probka. Chap tarafimizda. Mana shamol generatorlari elektr energiya ishlab chiqaryapti. Yashil energiya deb. Aziz do'stlar. Rotterdam bilan Amsterdam ikkovi yonma-yon ekan. Asosiysi dengiz bo'yida ekan. Portovoy garodoklar ekanda shahar. Asosiysi dengizdan kelayotgan tovarlar katta kорабльlarga eksport import bo'ladi. Shuning uchun logistika kompaniya mashinalari juda ko'p foralar. Konteyner olib ketadi. Sisterna, yuk skladlar ham ko'p bu yerda. Parking ekan. Turibdi mashinalar. Parkinga. Bag'amini bizlarda ham probka boshlandi.